yigitimga har xil uyatsiz rasmni tashaganman deb gap boshladilar bir obunachim. Bir yigit bilan ancha vaqt sevishib yurdim. Unga har xil behayo suratlarni tashardim. Bu suratlarni yig'ib yurganidan xabarim yo'q edi. Yaqinda u bilan orani ochiq qildik, lekin u menga tahdid qilyapti. Agar men bilan gaplashmasang, suratlaringni hammasini tarqatib yuboraman, uyindagilarga ko'rsataman deb meni qo'rqityapti va men ham u bilan majburligimdan gaplashib yuribman. Agar u bilan gaplashmasam, telefonlariga javob bermasam, suratlaringni hammasini akangga, adangga ko'rsataman deyapti. Men hammasini oyimga aytib berdim. Oyim men bilan rosa urishdilar. Men bilan ancha vaqt gaplashmasdan yurdilar. Endi esa nima bo'lsa ham o'sha bolaga tegasan deb meni majburlayaptilar. Lekin men u bolani sevmayman. Oyim aytishlari bo'yicha men u bolaga tegishga endi majbur ekanman. Hozir oyim telefonlarimga javob qo'yganlar. O'sha bola oyimga telefon tutmasin, telefonini olib qo'ying debdi. Sizga o'rtog'imning telefonidan yozganman. Xullas, nima qilib bo'lsa ham menga uylanmoqchi. Oyim ham meni qilgan ishim uchun unga berishga tayyorlar. Men esa oyim uchun, uyimdagilar uchun u bolaga tegishga majburman, chunki vaqtida ayb ishni qilib qo'yganman. Lekin u bolani umuman sevmayman. U bola bilan birga bo'lishni xohlamayman. Lekin u boladan qo'rqaman. Rasmlarimni tarqatib yuborishidan, uyimdagilarga ko'rsatishidan va majburligimdan u bolaga chidab kelyapman. Shuni ham video qilib chiqaring, iltimos, kimnidir maslahati menga foyda berib qolar deb gaplarini tugatdilar. To'g'risi, bu videoni qizni o'zi emas, dugonasi yozdi. Men esa u qizning nomidan sizlarga aytib berdim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? U boladan qutulish yo'li bormi? To'g'ri, qiz ham xato ish qilgan, lekin hozir bu qilgan ishlaridan